2025-yil 2-iyul. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Naynava mahalla fuqarolar yig'ini 110 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda bulg'ori qalampir ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 333 metr, bo'yi 204 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekin yetishtirish holatida. Ekinlar yetishtirishi 90-120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 60 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilib, har bir dehqon uchun o'rtacha 10 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qo'rg'ontepa dehqon qishloq xo'jalik kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 29 tonna, jami 290 tonna olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.